kartaga pul chiqarish, korporativ kartadan urilgan chekni ADNSga kiritish hamda korporativ kartani hisobotini tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Buning uchun avvalo korporativ kartaga pul chiqarilgan pulni kiritish uchun banki kassaga kiriladi va banki kassadan bankovskiy vipsga kiriladi va списание bo'limi tanlanadi. Списание bo'limidan vid operatsiyaga перевод на другой счет organizatsiya tanlanadi va pul chiqarilayotgan sana qo'yiladi. Firma nomi kiritiladi. Счет uchyotaga hisob raqamimiz hamda chiqarilayotgan pul summasi kiritiladi. Счет получателga korporativ kartamizning hisob raqami kiritiladi va счетga esa 5530 qo'yiladi. Назначение платежga esa korporativ karta deb yozib qo'ysak bo'ladi. Korporativ karta va proviziya zakrit qilinadi. Demak, endi bunda biz ko'rishimiz mumkinki, оборотный saldo ведомости aylantirib ko'rganimizda 5530 shotimizga mana 1.400.000 so'm pul kelib tushdi. Ya'ni korporativ kartaga pul kelib tushganini ko'rishimiz mumkin. Mana korporativ kartaga 1.400.000 pul kelib tushdi. Demak, endi korporativ kartaga bo'lgan, ya'ni xarid qilingan narsani chekini kiritamiz. Bunda sklad menusini bosib, покупка по корпоративной kartani bosamiz. Создатni bosamiz. Xarid qilingan sana qo'yiladi. Firma nomi. Skladimizni tanlaymiz va добавitni bosiladi. Va добавitga o'sha korporativ kartadan qilingan xariddagi chekda berilgan xarajat yoziladi. Bunda transport xarajati bo'lganligi uchun transport xarajati deb yozamiz va nomenklaturaga aynan qanaqa xarajat bo'lganligini kiritib o'tamiz. Va показать всeni bosib, endi xohlasalaringiz o'zlaringiz boshqa gruppa yaratsangiz bo'ladi, lekin men mana shu material bo'limini tanlayman va buning ichidan gaz bosib uni soni, summasi qo'yiladi va korporativ kartadan bo'lgan xaridda sizga faktura berilgan yoki chek berilgan. Agar chek berilgan bo'lsa, chekka galочка qo'yib, xarid qilingan sana muddati, chekni tartib raqami hamda xarid qilingan mahsulotni shot qo'yiladi. Tovar bo'lsa 29.10, tayyor mahsul bo'lsa 28.10, xomashyo vositalar bo'ladigan bo'lsa 10.10, yoqilg'i bo'lsa 10.30 shotlari qo'yiladi. Va proviziya zakrit qilamiz. Demak, proviziya zakrit qilingandan keyin esa mana ko'rishimiz mumkin, оборотный saldo ведомости. Demak, 55.30imizdagi summa 52.000 xarajat bo'ldi. Demak, endi esa xo'sh, endi boyagi sotib olingan transport xarajatini списание qilamiz. Ya'ni korporativ kartadan qilingan har bitta xarajat u xizmatdan tashqari albatta, agar tayyor mahsulot yoki xomashyo bo'ladigan bo'lsa, uni albatta списание qilib olish kerak. Chunki negaki sotib olingandan keyin u joyida ishlatib yuboriladi. O'shaning uchun списание qilish kerak. Списание sklad bo'limidagi списание tovar bosiladi. Bu yerdan sozdat qo'yiladi. Va ishlatilgan kun yoziladi hamda firma nomi tanlanib, skladimiz tanlanadi. Va korporativ karta kimga biriktirilgan bo'lsa, o'sha ishchining ism familiyasi qo'yilib, подбор tugmasi bosiladi. Va o'sha biz sotib olgan narsamizni списание qilamiz. Xo'p, перевести dokument hamda shot uchyotaga qo'yiladi va shot zatratga bo'layotgan xarajat qaysi bo'limga tegishli bo'lsa, o'sha bo'lim shot qo'yiladi. Bu sotuv xarajatlari bo'layotgani uchun 94.10 shotini qo'yiladi va saqlanib qilinadi.
xo'sh, proviziya zakret qilindi. Endi yana saldoviy ведомость aylantiramiz. Sformirovat qilganimizda 42.30 shotimiz 104.000 so'mga qizarib qoldi. Endi bu nima uchun bo'ldi? Negaki korporativ kartadan pul chiqardik hisob raqamdan korporativ kartaga pul chiqardik va korporativ kartaga pul chiqqandan keyin uni kim ishlatganligi to'g'risida o'sha kim ishlatganligi, ya'ni kimni tegishli bo'lsa, o'shani nomiga xarajatni o'tkazib qo'yishimiz kerak. Buning uchun banki kassa bo'limidan bankovskiy vipskiy bo'lim tanlanadi. Spesialniy bosiladi. Vid operatsiya показатель bosilib, vid operatsiyaga перечисление по лицу bosiladi. Xo'sh, demak, xarajat qilingan sana yoziladi. Demak, 42.30 shot qo'yiladi avvalo. Firma nomi tanlanib 51 42.30 shot qo'yiladi va kimning nomida bo'lsa karta, o'sha ishchining ism familiyasi qo'yiladi va ishlatilgan summa yoziladi. O'shanda har bitta summa, ya'ni har bitta ishlatilgan summadan korporativ kartadagi hisob raqamdan ayrilib boraveradi bu narsa. 42.30 ga 55.30 shot qo'yiladi. Va saldoviy ведомость aylantirsak, mana xo'sh 42.30 demak xatolik bo'libdi. Bankovskiy vipskiy kirib hozirgi qilgan operatsiyamizda 42.30 ni qo'yamiz. 42.30 ga 55.30 bo'ladi. Va saldoviy ведомость aylantiriladi. Va mana xatolik yo'qoldi. Endi korporativ kartani hisobotini tayyorlashimiz kerak. Sklad bo'limiga kirib, отчет по корпоративной karta bo'limi tanlanadi. Bu yerda xo'sh, qaysi oydagi korporativ karta hisobotlari kerak bo'lsa, o'sha oy tanlanadi. Bizga masalan avgust oyi. Demak, firma nomi tanlanadi. Kimga tegishli bo'lsa, o'shaning ism familiyasi tanlanadi. Korporativ kartaning hisob raqami tanlanadi va xo'sh, demak, kerakli shotlar tanlanadi. Demak, добавить qilamiz. 55.30 hamda hamda 42.30 OK bosiladi. Va sformirovat отчет yoziladi va mana bu esa korporativ kartadan bir oyda bo'lgan xarajatlarni